faqat amaliy imtihonlar topshirishingiz mumkin bo'ladi. 1-oktyabrdan boshlab moped va skuterlarda haydovchilik guvohnomasiz haydash mumkin emasligini eshitgan bo'lsangiz kerak. A toifadagi haydovchilik guvohnomasini qanday olishni ko'rib chiqamiz. A kategoriyaga yo'llanmaga keladi. Keling. Assalomu alaykum boshliq. Yaxshimisiz? Hurmatli fuqaro, tibbiy ma'lumotnomangiz hamda haydash guvohnomangizga asosan sizga A toifasi bo'yicha yo'llanma yozib berildi imtihon markaziga borish uchun. Sizning nomingizdagi transport vositasi ham mavjud ekan. Bunday holatlarda Vazirlar Mahkamasining 408 sonli qarori 61-bandiga asosan imtihon markazlarida siz faqat amaliy imtihonlar topshirishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat katta. Boshliq, bitta savol bor edi. Malol. Menda haydovchilik guvohnomasi bo'lsa-yu, nomimda avtotransport bilan ishonchnoma bo'lmasa, uni topshirish tartibi qanaqa bo'ladi? Bunday holatlarda haydovchilarimiz ham amaliy ham nazariy imtihonlar topshirish kerak bo'ladi. Rahmat katta.